e'tirof etgan holda bu bilan birga oldimizda turgan butun jamiyatimiz oldida, vazirlik, idoralar oldida, hukumat oldida, parlament oldida turgan muhim vazifalarni belgilab berdilar. 50 dan ortiq tashabbuslarni ilgari surdi. Va bularning ichida katta marra olingan. Mana shu marralarni hal qilishda bu yalpi ichki mahsulotni oshirish 2030-yilga qadar 200 milliard dollarga yetkazib, xalqimizni turmush farovonligini yaxshilash, insonlarni rozi qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarda mana shu korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish, barham berish bo'yicha barcha birgalikda harakat qilishini belgilab berdi. Bundan kelib chiqqan holda bizni parlamentdagi fraksiyamiz Liberal demokratik partiyasini hamda siyosiy kengash ijro qo'mitasi bilan birgalikda bu masalani biz atroflicha muhokama qilib oldik. O'zimizni yo'l xaritamizni shu yo'nalishda belgilanadigan asosiy vazifalarimizni o'z partiyamizni saylovoldi dasturidan kelib chiqib, elektoratimizdan kelib chiqib belgilab oldik. Birinchi navbatda biz bugun tadbirkorlarimizni qiynayotgan, ularning yo'lida bir to'siq bo'layotgan, mana shunday bir korrupsiyaviy omillarni bartaraf etishga qaratilgan aniq choralarni belgilab olishga e'tibor qaratyapmiz. Bu quyidagi yo'nalishlarda biz faoliyatimizga e'tiborni qaratyapmiz. Birinchidan bu davlat xaridlari tizimi. Prezidentimizning ma'ruzalarida bu masala asosli tanqid qilindi. Hozirga qadar davlat xaridlarida juda katta bir yo'nalishli, ochiq, shaffof mexanizm joriy qilinishiga qaramasdan, ayrim yo'nalishlarda ro'yxatlar asosida hali ham yopiq tenderlar o'tayotganligini alohida tanqid qildilar va juda ham to'g'ri bu asosli tanqidlar, chunki davlat xaridlarining shaffofligini oshirish, bu jarayonga biznes subyektlarini kengroq jalb qilish bo'yicha ham birma-bir o'rganib va mana shu jarayonda qatnashishda bir shaffoflikka alohida e'tibor qaratishni o'zimizni oldimizga vazifalardan biri qildik va bu borada birinchi navbatda raqamlashtirish hamda tadbirkorlarimizni qiynayotgan muammolarni pastgacha, quyi tizimgacha tushib, barcha mahalliy kengashning barcha deputatlarimiz, 2000 ga yaqin deputatlarimiz ham Qonunchilik palatasidagi ham mahalliy kengashlardagi deputatlarimiz bilan mana shu masalaga juda ham jiddiy e'tiborni qaratamiz. Ikkinchi bir yo'nalish bu resurslar bilan bog'liq masalaga e'tibor qaratdilar. Bu yer resurslari, suv resurslari, tabiiy resurslarga egalik qilish, litsenziya, ruxsatnomalar berish hamda xalqimiz to'qnash kelayotgan jarayonlarda bo'ladigan muloqotlarda ham maishiy, ham bir tizimli korrupsion omillarni barham berishga qaratilgan yaxshi qonunlarni ishlab chiqish bo'yicha ham ishni olib borishimizni biz kelishib oldik. Hozirgina hurmatli spiker juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bizning faoliyatimizdagi muhim bir vakolatli vazifamiz bu qonunlardagi korrupsion omillarni, ya'ni qonunlarni ko'rib chiqishda, bularni qabul qilishda oldini olishga qaratilgan, ularga barham berishga qaratilgan faoliyatimizni fraksiyamiz deputatlari bilan birga kuchaytirib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi bir yo'nalishda aynan mana shu resurslardan foydalanish masalalariga biz juda ham jiddiy e'tibor qaratamiz va uchinchi bir yo'nalish bu maishiy korrupsiya, ya'ni joylarda, bu ijtimoiy sohada, mahallalarda, mana shu pastda bo'layotgan maishiy korrupsiyani ularga imkon beradigan omillarni chuqur tahlil qilib, ularni barham berish bo'yicha ishlarni tashkil qilish. Albatta bizda parlament nazorati usullaridan, deputat so'rovi institutini usullaridan juda ham yaxshi foydalanishga harakat qilamiz. Mana shu borada biz o'zimizni kuni kecha bo'lib o'tgan fraksiyamizda ham buni muhokama qilib oldik. Har bir deputatimiz chuqur tahlil asosida, joylardagi uchrashuvlarda ko'tarilgan muammolarni tizimli o'rganish asosida mana shu parlament nazoratini samarali usullaridan foydalanishga biz alohida e'tiborni qaratamiz va deputat